kitob aynan yurtimiz tarixidagi o'tmish voqealar bo'yicha birinchi darajali manba hisoblanadi. Mana bu aynan Avestodan bugungi kungacha saqlanib qolgan qismlaridan biri hisoblanadi. Avestoda Markaziy Osiyo, jumladan bizning hududimiz bo'yicha dastlabki xalqlar bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, aynan qarang, olovning qanchalik muqaddas ekanligini yorug'lik bilan bog'lagan. Aynan yorug'lik bizga insonlarning ezgu o'ylari, ezgu fikrlari, axloqiy qarashlarida qanchalik kerakli ekanligini bilishimiz mumkin. Aynan axloqiy qarashlari Avestoda insonlarni ezgu o'ylashga, ezgu fikrlashga, ezgu til orqali to'g'ri yo'lga boshlash lozimligini aytib o'tilgan. Avestoning qisqartirilgan shakli zand qismi hisoblanadi. Bugungi kunda aynan buning zand qismi tarjima qilingan qismlari ham mavjud. Bugungi kunda aynan Ishoqov Mirsodiq aka tomonidan bu kitobning ayrim qismlari o'rganilgan va bizgacha aynan Avestoning o'rganilgan qismlarida insonni yorug'lik bilim orqali axloqiy qarashlarida qanchalik ustun ekanligini ko'rishimiz mumkin. 21-asr globallashuv asrida aynan Avesto insonlarni ezgu o'y orqali ularning qarashlarida, ularning axloqiy qarashlarida, yurish-turish, jamoat xavfsizligi deymizmi yoki o'qish joylarida deymizmi, kattalarga hurmat qanday ekanligini ko'rish mumkin. Tarix fanidan barchamizga ma'lumki, eramizdan avvalgi 1,5 ming yillikda davlatlar o'rtasida o'zaro kurashlar juda ham avj olgan davr edi. Mana shu kurashlarni yengish uchun ham ezgu o'y, bilim orqali yetishish lozimligi o'sha davr uchun kerakli, global muammolardan biri hisoblangan. Bu davrda, turli dinlar, turli illatlar o'rtasidagi to'qnashuvlarni aynan, to'g'ri yo'lga boshlagan yo'llardan biri bu Avesto, ya'ni Zardushtiylik dinni muqaddas kitobida berib o'tilgan. Bu yerdagi axloqiy qarashlar orqali aynan qadimgi davlatlarning, Xorazmning, Baxtre, Sug'diyonaning o'zaro kurashlariga barham berildi. Demak, bu kitobdagi ezgu o'ylari orqali, Ahuramazda orqali, ya'ni Ahrimanni yengish orqali Ahuramazda to'g'ri yo'lga qanchalik boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, yakka xudo Ahuramazda hisoblanadi va yomonlik xudosi Ahrimanga qarshi kurash orqali Ahuramazda g'alaba qozonganligini bilishimiz mumkin. Demak, mana bu ilk foniy odam Gaya Marta haqida rivoyatlar keltirilgan. Bu yerda manbalarda aynan Gavamart yoki Gapat shoh degan shohning bugungi kungacha qolgan toshga o'yilib ishlangan rasmlari bugun Eronning Kirmonshoh darasida saqlangan, bilasiz. Buni biz siz bilan o'rganganmiz manbalar orqali. 3 xil tilda yozilgan va bu yerdagi manbalar aynan Dantiya daryosi Ariana Vejada 70 kun mobaynida yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kungacha saqlanib qolgan ushbu qo'lyozma manbalarda aynan bu shoh davrida insonlar o'rtasidagi yomonliklarni yengish bu Avestoda keltirib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda biz ilk odam haykalchalari, jumladan Samarqand shahrida yoki Xorazm viloyatidagi ilk odam haykalchalari va o'rtada olovning yonishi. Demak, mangu olov. Bu olov albatta hammamizga ma'lumki, Zardushtiylik dinidagi muqaddas olov. Bu olov orqali insonlarni ezgu amallari mangu bo'lishi lozimligi va mana shu olamni yaratgan Xudoda aynan olov yonib turibdiki, mangu ezgu fikrlar yonishini va ezgu amal orqali yomon xulqni yengganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, yaxshilik, yomonlik. Bu kurash asosiy g'oya hisoblanar ekan. Aynan Avestoni tarjimasi bugungi kunda bizga yetib keldi. Mana siz bemalol tanishishingiz mumkin kitobxonamizdagi kitoblardan va bu yerdagi qarashlarda aynan Avestoni
tisht, ya'ni xalq o'rtasidagi o'tmish davomida sus deb o'zgartirilgan. O'zbek xalq ijodidan ko'rishimiz mumkinki, tishtar, ya'ni yomg'ir chaqirish marosimi. Mana shunaqa marosimlarni ham biz Avestada uchrashtirishimiz mumkin. Bugungi kun bilan bog'liq jarayon ham mavjud. Jumladan, kuzda hosilni yig'ish marosimi bor, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam yomg'ir chaqirish marosimlari bor. Ana shu marosimlarni biz Avestada ham ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda siz sust xotin deymiz yoki bo'lmasam mehrguyo deymiz. Kuz mavsumida yana bayramlar bor, bilasizmi? Mana shu bayramlardan aynan Avestodagi bayramlar bilan bog'lashimiz mumkin. To'g'ri, yozilishi boshqa, nomlanishi boshqa, lekin mana shu Avestodagi ayrim, demak, sust xotin yoki bugungi kun bilan yaratilganda non yesin yoki bo'lmasam qarang, yoki bo'lmasam ko'lankasi maydon, bugungi asarlar bilan bemalol bu Avestodagi ma'lumotlarni bog'lashimiz mumkin. Mana bu, demak, qarang. Bu timsol nimaga o'xshatdingiz? Humo qushiga o'xshaydimi? Diqqat bilan qarang. Qanotlari yoyilgan, demak. Mana bu o'rtada boya ko'rsatilgan manbadagi shohning rasmiga o'xshaydimi? Ko'ryapsiz-a? Demak, bu Avestodagi o'sha Zardushtilik dini bilan bog'liq ramz hisoblanadi. Xonalarga, devorlariga, kirish joylariga o'simlikni chizish holatlari qayd etiladi. Bunaqa o'simliklar chizish holatlari sopol buyumlarda ham uchraydi. Ibodatxonadan chiqqan juda ko'p topilmalarda qayd etilgan. Masalan, o'sha biz Bilamizki,